Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ayni paytda Munavvar tong dam olish dasturidan, ya'ni Surxondaryo televideniye radio kompaniyasidan qaytyapmiz. Yo'ldamiz, Ko'k Jigulidamiz, o'sha mashhur Ko'k Jigulida va ayni paytda sho'rchining xalqi sho'rchi ahli birgalikda bitta Jigulida qaytyapmiz. Mana hozir ayni paytda Munavvar tong dasturi bizning mashinada davom etmoqda. O'z fikr va mulohazalaringizni davom ettiramiz. Xushbo'y Rahimov bilan suhbatda bo'lamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana Surxondaryo televideniyasida taklif qilindik va ko'rsatuvga qatnashib, buni qaytib ketyapmiz. To'g'ri, kecha uyqu kam bo'lgan bilan, lekin charchaganimiz yo'q, kayfiyatlar a'lo darajada. Mashinaning ichida ketsak ham qo'shiqlar aytib, she'rlar aytib ketyapmiz. Muhammad Yusufdan jurnalistlar so'rashibdi-da. O'zingiz she'rlar yozasiz. O'sha yozgan she'rlaringizni ichida eng o'zingiz yaxshi ko'rgan she'rlaringizni qaysi biri deb so'raganlarida ushbu she'rni aytib berishganda, mayli-da, kimgadir yoqsa yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik. Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrasharmidik. Rayhon hidlarini yo'llarimga sep, kut meni har oqshom, ko'kka oy chiqqan, faqat yig'lamagin, aybim nima deb, aybing seni onang chiroyli tuqqan. Menga bir tabassum hadya et ey yor, nur tomsin lablaring sohillaridan. O'zing ayt, senday qiz yana qayda bor, kipriklari uzun kokillaridan. Iymanib yashama xayol pinjida, yayra yoyil jonim, o'rtanma g'amda. G'iybatlarga chida, tuhmatga chida, sen axir bittasan yorug' olamda. Men esa oshig'ing, sening eng g'arib, tundan so'z qarz olib tongga berguvchi, sening yoningda ham seni axtarib, sening yoningda ham seni kutguvchi. Ista tiz cho'kaman hozir oldingda, sevdim, sevganimdan uyalmoq nechun? Barcha farishtalar sening qalbingda, ijarada turgan qizlar men uchun. Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa Ko'k Jigulida uchrasharmidik. Yashang, Xushbo'y Rahim do'stim, umringiz sog' bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Mana ayni paytda Munavvar tong dam olish dasturini davom ettirganimiz holda sho'rchining eng nima deydi, xushovoz xonandasi, hofizi Baxtiyor akadan nimani davom ettirishini eshitib qolamiz qo'shiqlar. Jonli ijro. Vaqtga yubordingiz, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Barchalaringizga avvalambor sihat salomatlik tilayman. Mana butun Oxim Boboyev ahlini chinakam tabrik, chunki Oxim Boboyevga to'ylarga borsam men qandaydir boshqacha ochilaman-da. Chunki ilm bilib ko'proq insonlar mana shu yerda uchrataman, e'tibor beradi. Ayniqsa hozir mana Ko'k Jigulida shu Oxim Boboyev ukamni Ko'k Jigulida Termizdan qaytyapmiz. Gap yo'q, mana Jigulimisan Jiguli. Endi buni sotmaysiz dedi ukamga. Asli bolalaringiz bolasi ham mana shu mashinani minadi. Sizlar iltimos. Mana shu men sizdan kutaman. Bolalaringiz bolasi to'yga nasib qilib boray. Inshaalloh. Do'stim bitta chiroylisidan bitta bo'lsin. Endi ustozimiz Mahmud Namozov bitta qo'shig'i esimga kelib ketdi hozir. Shu qo'shiq menimcha aytsak nima deysizlar, qishlog'im degan. Ko'nglima orzulari solgan qishlog'im, olis olislarida qolgan qishlog'im. Ko'nglima orzulari solgan qishlog'im, olis olislarida qolgan qishlog'im. Kelib qolarmidim har sahar har chog', ko'zlari yo'limda tolgan qishlog'im. Kelib qolarmidim har sahar har chog', ko'zlari yo'limda tolgan qishlog'im. Mening
Maqsadimdan ko'nglim ko'p to'g'dir. Bale. Arman nishoniga tegmagan o'qdir. Mening maqsadimdan ko'nglim ko'p to'g'dir. Arman nishoniga tegmagan o'qdir. Orzuning izmidan hamon hayotim ey, lekin bu yo'llarning adog'i yo'qdir. Orzuning izmidan hamon hayotim ey, lekin bu yo'llarning adog'i yo'qdir. Aferin. Sağ bo'linglar, rahmat. jonli ijroga ayni paytda yo'lga to'g'ri keladigan qo'shiq ekan. Haqiqatdan qishlog'imiz Oxmaboyev qishlog'imiz sho'rchining yuragi hisoblanadi. Sho'rchida o'sha sho'rchining eng oldin insonlari, sho'rchi ahlining eng nimalari, so'lim maskani hisoblanadi Oxmaboyev va biz sho'rchini sevamiz, qishlog'imizni, yurtimizni sevamiz. Har doim tinch yurtga, osoyishta vatanga yaxshi kunlar, munavvar tonglar va mana shunday jonli ijrolar yarashadi. Ustozimiz Mahmud Namozovga mana shu qo'shiqlarni yaratgani uchun men chin yurakdan rahmat aytaman, ta'zim qilaman. Hoji akamiz umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim. Bo'lmas qo'shiqlar. Surxondaryomiz milliy san'atini Toshkentga olib borib, yuqori cho'qqiga olib chiqqan insonlardan bittasi Mahmud akam bilaman. Hosil opamiz Rahimova, Nargiza Azimova. Ularni qo'shiqlarini biz sevib ijro etamiz. Nasib bo'lsa, umrboqiy qo'shiqlar bo'lsin. Barchangizga sihat salomat. Rahmat. Sog' bo'linglar. Shofyor akamizni ham ko'k jigulining sohibini ham mana ayni paytda rulda. Ko'k jiguli, sog' bo'lsin shofyor egasi guli. Qo'shni guli, qo'shni guli. Rahmat. Yo'lingiz ochiq Shofyor bo'lsin, aka. bexatar bo'lsin. Har doim kamida o'sha jigulingiz Honda bo'lsin, bo'lmasa undan ham ziyoda bo'lsin, xudo xolasa. Alloh Lekin madad bersin. ko'k jigulini antikvar qilib olib qo'yasiz, xudo xolasa. Sotmaydi. Land Cruiser'lar bo'lsin, xudo xolasa. Ilohim shunday bo'lsin. Yo'limiz oq, yo'ldoshimiz sog' bo'lsin. Biz ayni paytda yo'lda sho'rchiga qarab, go'zal sho'rchiga qarab yo'l olmoqdamiz. Bizni kuzatishda davom eting, biz siz bilan birgamiz.